Shayton sizlarni bittalaringizga har bir holatda hozir bo'ladi. Hamma holatda birga bo'lishga harakat qiladi. Hatto ovqat yeyotganda ham. Agar sizlardan biror bir luqma qo'lingizdan tushib ketsa, undagi ozorni yo'qotsin-da, keyin yesin dedilar. Shuning uchun biz birodarlar dasturxon solib ovqatlanamiz. Uni shaytonga qo'yib qo'ymasin dedilar. Qoribol bo'lsa, barmoqlarini tozalasin. Chunki bilmaydiki, taomini qaysinisida barakot bor bilmaydi dedilar. Ya'ni inson taomdagi barakotni qo'ldan bermaslikka harakat qilmoqligi kerak. Shu barakotni ham shayton olishlikka harakat qiladi. Harajli soatlarda u eng yaxshi ko'rgan otasi, onasi va hamnishillari suratida ko'rinib, Yahudiya diniga ergashishlik, Nasroniya diniga ergashishlikka jon taslim qilayotganda jonini boricha targ'ib qiladi birodarlar. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolodan Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana va hab lana min ladunka rahmah innaka antal vahhab. Qalblarimizni toydirib qo'ymagin, hidoyat bizga nasib qilganingdan keyin deb duo qilib yurishlikka ma'murmiz birodarlar.